Assalomu alaykum, yaxshi dam oldinglarmi? Ramazonlarda qiynalmasdan yaxshi ishlayapsizlarmi? Hop, men bugun Mirzo Ulug'bek rayonidagi filialda bo'laman. Qabulim soat 11 dan boshlanadi. Ertaga men Sergelidaman. Inninga YMX terapiya kunim. Aynan imенно YMX terapiya kunim. Izzi filialda bo'ladi. Bu YMX terapiyani foydasini sezgandan keyin bilganlar, eshitganlar administratorlarimga telefon qilib qo'yishmayapti, lekin narxini eshitgandan keyin ko'pchilik to'g'ri tushunaman sizlarni. Yo'q, mayli qimmat ekan deyapti. Juda ham zararlari yozilyapti. Qizlar YMX terapiya 12 yoshgacha bo'lgan bolalarga 500 ming, keyin u yog'iga ayollarga ham bolalarga ham 12 yoshdan keyin bitta seansini o'zi 1 million. Bu juda ham qiyin qilish ham